Assalomu alaykum, mani kuzatayotgan barchaga. Bugun men sizlarga Yangi yil va Alifbe bayrami yaqinlashayotganligi munosabati bilan qorqiz bosh kiyimini to'qishni ko'rsatib bermoqchiman. Men to'qishda foydalangan sxemani ekranga joyladim. Men umumiy hisobda 16 qator to'qidim. Mana shu sxema bo'yicha to'qisanglar 4-5 yoshli qizchalarga bemalol loyiq keladi. Shapkani quloqchasini chiqarayotganinglarda oldi tomon ko'proq, orqa tomon kamroq bo'lishiga e'tibor beringlar. Ikkinchi quloqchasini chiqarib bo'lishinglar bilan ipni uzmasdan zanjir to'qib shapka uchun bog'ich chiqaringlar. Shu orada peshona qismiga ham uchburchak shakl chiqaringlar. Men uchburchak shakl chiqarishda ikkita zanjirli pikodan foydalandim. Piko nimaligini tushunmaganlarga ekranga sxemasini joyladim. Bitta qorqiz bosh kiyimiga o'rtacha bir hafta vaqtim ketadi. Shu sababdan video darsliklarni bo'lib chiqaraman. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.